Bugun sizlar bilan Ilyos usta nonlarini bir ko'raylik. Qarshida Ilyos usta nonlarini bilarmidingiz? Bilmasangiz ko'rsataman. Bu yerda turli xildagi nonlarni eshitib, shunchaki hayron qoldim. Nonlarni turlariga kelsak, jazli non, durdali non, vodiy patir, quda patir, jizda non, qo'qon patir, qatqat patir, Samarqand non, uy non, to'y marosim uchun non, go'shtli non, sutli non va piramida nonlari tayyorlanar ekan. Qo'limda turgani jazli non. Bunisi Samarqand non. Bunisi vodiy patir. Bunisi qo'qon patir. So'nggisi qatqat patir. Yosh bolalar uchun kulcha ham yopishar ekan. Oldindan buyurtma berib, olib kelsangiz ham bo'laveradi. Uy sharoitida somsa qilmoqchi bo'lsangiz, o'zlarini xamirlari ham bor ekan. Qarshi shahar bo'yicha Ilyos usta nonlari 5 ta filialdan iborat. Birinchi, ikkinchi filial do'kon va savdo majmualari uchun 3-4-5, xalqimiz uchun 24 ga 7 xizmatda. Hattoki yetkazib berish xizmati ham mavjud. Shu aytib o'tgan nonlardan oldindan buyurtma bersangiz bo'ladi. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Lokatsiya Telegram kanalimda.